Bizning mahalladagi bir qo'shnimiz mushukni tiriklayin pechkaga sovorganda qish payti. Undan oldin bechora jonzotni dasturxon boshiga kelavergani uchun pechkani kovlaydigan kesov bo'ladi-ku, shu bilan ko'zni o'ygan ekanda. Yana o'zi aytib beryapti kulib. Bitta mushukni sovordim, o'lmadi, qoyil deydi. Chiqib ketib qoldi mo'ridan deydi. Men hayron qolaman, katta odamlar. Hadislarni agar o'qisak, Rasululloh nima deganlar? Bir mushukni bir ayol, sahih hadis. Mushukni ayol qamab qo'ygan, unga na suv bergan, na non bergan, hech bo'lmasa qo'yvermagan, ya'ni hasharotlarni yeb oziqlanish uchun, tirik qolish uchun qo'yvermagani uchun u do'zaxiy bo'ldi deganlar. Biz nima qilyapmiz? Ko'zni o'yib olyapmiz yoki mushukka ozor beramiz. Ko'pchilik pishay deb haydab yuboradi, uradi yoki otib yuboradi mushukni divanga qaratib. Sizni shunaqa otib yuborsinchi birov. Sahobalardan misol uchun Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishi mushuklarning otasi deb nom olgan. Abu Hurayrati degani, Hurayra bu mushuk degani, mushukcha degani. U inson ko'p mushuk boqib yurar ekanlar-da, endi yaxshi ko'rar ekanlar. Sallallohu alayhi vasallam u insonni yaxshi ko'rib shu laqabni berganlar. Misol uchun yoki sallallohu alayhi vasallam aytganlar, u mushuklar sizlarning atrofingizda o'ralib yuruvchi, ya'ni o'ralashib yuruvchi hayvonlardandir. Unga ozor bermanglar deganlar.